39 mingga mana shu bitta lavash olasiz, ikkinchisi tekin. 10 ta olasiz, 10 tasi tekin, okey? To'g'ri. Borib ko'ramiz. Bunda metroning oldida joylashgan mana bu Golden Life'dan food courtidan yangi joy ochishgan. Xullas Sergelida joylashgan mezeliga kelasizlar. Mana bu ko'rib turgan narsalar hammasi 1+1 ga tushgan. Masalan, mana bu 46 mingga tandirda pishgan durum, okey? Narxiga stoyitmi yo'q, hozir bilamiz. Mana bu tombik danar bor. Eng menga yoqadigani mana shu bo'ladi. Bittasini 45 mingga olasizlar, ikkinchisini sizlarga qo'shib berishadi. Ja bo'lmasa og'ayninglar bilan kelasizlar. Bitta olasizlar, ikkinchisi sizlarga tekinga tushadi. Tombikka mazasi zo'r ekanligi. Shuni ochamiz. Mana bu pomidor sousini yoniga qo'shib berishadi, kefir qo'shib berishadi. Agar ishqibozlar bo'lsa mana bunaqa xalapenyolari bilan. Bismillah. Sochni ekan-a, lekin Sochni, mazasi yaxshi. Abduofraga. Bu hech qanaqa reklama emas. Bu o'zimni yaqinimga joyim bo'lgani uchun odamlarga manfaatli bo'lsin deb ko'rsatyapmiz. Bitta laykka bosib, eng yaqin og'ayni suyukani har bir kurda o'zi past og'aynilar bo'ladi. Puli bo'lmaydi o'sha bolani. O'shanga tez yuborib qo'ysin, kelib qachab 1+1 aksiyadan foydalanib olishsa endi nima qilib yurishibdi. Bo'ldi, jo'natib qo'yishadi.